Hadid doktorning navbatdagi afzalliklari. Yaxshi niyatda hashamatli uy qurmoqchisiz. Deylik 2-3 qavatlik, lekin 3 qavatlik hovli joy uchun necha marka beton ishlatish kerak? Buni bilasizmi? O'rtacha 350 marka beton ishlatishingiz kerak bo'ladi. Lekin uy sharoitida beton tayyorlayapsiz, u 350 chiqadimi, yo'qmi? Buni aytib bera olasizmi? Shaxsan men aytib bera olmayman, chunki u markalarda aniq raqamlarda tekshirish uchun maxsus laboratoriya kerak. Laboratoriyada tekshirish uchun esa albatta Hadid doktor kerak bo'ladi. Hadid doktor endi xonadoningizga tashrif buyurib, tayyorlanayotgan betonlardan namuna oladi va o'zi bergan kimyoviy moddalar bilan boyitilgan retseptni tayyorlab turib, undan ham namuna oladi va sizga mana shunday laboratoriya tahlilidan o'tgan namunalarni ham taqdim etadi. Va sizga aytilgan markani chiqarish uchun tayyor retseptni taqdim qilishadi. Endilikda Hadid doktor bilan har bir markani aniq raqamlarda chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Chunki bizning shiorimiz noaniqlikdan aniqlikka olib chiqish. Hech bir betonlar so'roq ostida qolib ketmaydi. Bizga murojaat qiling va sizga necha marka beton kerakligini aniqlab va ushbu retseptlarni sizga taqdim qilishadi. Hadid doktor bilan noaniqlikdan aniqlikka oson chiqamiz.